Shu desanglar, qizlarjonlar, Samarqandga erga tegyapman. Hozirgacha sizlarga nima bo'lganini hozir aytib bersam, o'ylasizlar. Короче, mani adminimga Samarqanddan 2-3 martadan beri telefon bo'layotgandi. Keyin ayollar asosan telefon qilishyapti. Ayollar asosan telefon qilishsa ham men o'zim gaplashmayman. Или meni nomerimni so'rasam, nomerimni ham bermayman. Konferensiya qilib gaplashamiz. Chunki 1-2 marta boshda ham ayol kishi ekan. Baribir u to'g'ri ma'noda telefon qiladi, o'zini ishi bo'lgani uchun telefon qiladi deb o'zimni nomerim bilan gaplashganman. To'g'risi nima qilishgan bilasizlarmi? Meni nomerimni olib, firibgar mashinnik ayollar tak nima deydi uni? Meni nomerimni qidirib yurgan odamlarga, masalan, yigitlarga, erkaklarga sotishgan. Mana bu o'zini shaxsiy nomeri, mana men gaplashganman, haqiqiy o'ziniki deb sotib pul ishlashgan. O'shandan beri men umuman hech kimga ming nima bo'lsa ham, ayol kishi bo'lsa ham yoki birga ishlayotgan bo'lsa ham nomerimni andak mundakka bermayman. Faqat o'zim ishongan, borib ko'rib gaplashgan odamlarga ularga ham bo'lsa ogohlantirib, keyin beraman. Bo'lsa umuman bermayman. Короче, Samarqanddan telefon bo'lgan. Telefonga aytishganki, "Ha, siz Shahina G'ulomova kim bo'lasiz? Erlarimisiz?" "Ay, yo'q, adminlariman." "Ha, xo'p. U kishi bir oyga qancha pul topadi?" "Ha, topadi-da endi har oy har xil nima ba'zida unday, ba'zida bunday" degan. Keyin, "Hay, mashinalari bormi o'zlarini?" "Yo'q, endi olalar nasib bo'lsa." "Hay, uylarichi bormi?" "Ha, olganlar, nima qilyaptilar, pulni to'layaptilar." "Hay, o'sha kishi bizga kelin bo'lsinlar." Kelin bilsinlar. Shuncha narsani so'ragandan keyin Samarqandliklar meni kechiringlar, lekin bu aynan sizlarning viloyatliklar qilgan telefon. Keyin adminim og'zini ochib qo'ygan, to'g'risi deydi, "Nima deyishimni bilmadim" deydi. "Hay, nima uchun sizlarga kelin bo'lsin?" desam, meni ekan unaqa ularni aytish bo'yicha o'g'illari bor ekan, o'g'illari hech qayerga ishlamas ekan, lekin yigit bola ekan. Men unga tegsam ham nima to'y qilib, nima qilib keyin meni olar ekan. Uni bitta afzallikdan buni yigit bola ekanligi ekan. Hech qanaqa kasb-kori ham, boshqasi ham yo'q ekan. Adminim aytganki, "Xo'p, o'zlaridan so'rab ko'raman, keyin aloqaga chiqaman" deb telefonni qo'ygan. Keyin yana 2-3 kundan keyin yana telefon bo'lgan. Yana so'rashgan. Ishonmaysizlar, o'zimni haligacha kulgim keladi.